Toshkent viloyati Angren shahrida 2 nafar shaxs pichoqlangani oqibatida vafot etdi. Bu haqida viloyat prokuraturasi xabar berdi. 22 aprel kuni Angren shahrida bir necha shaxslar o'rtasida kelib chiqqan og'zaki janjal davomida ulardan biri oshxona pichog'i bilan 2 nafar jabrlanuvchining hayoti uchun xavfli bo'lgan jarohatlar yetkazgan holda qasddan o'ldirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jabrlanuvchilarga pichoq bilan tan jarohati yetkazishda gumonlanayotgan shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari har tomonlama to'liq va xolisona o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi deyiladi xabarda. Kodeksga ko'ra javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish, yana 2 va undan ortiq shaxsni o'ldirish 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi.